Ichki ishlar vazirligi tizimidagi akademik litseylar vatanimiz xizmatiga sadoqatli, bilimli yoshlarni tayyorlaydigan muhim ta'lim maskani hisoblanadi. Har yili minglab o'quvchilar belgilangan sinov va imtihonlardan o'tib, akademik litseyga o'qishga qabul qilinadi. Barcha imtihon jarayonlari adolat va shaffoflik asosida olib boriladi. Afsuski, ayrim shaxslar ijtimoiy tarmoqlar orqali soxta guruh va kanallar ochib, Ichki ishlar vazirligi akademik litseyi to'g'risida noto'g'ri ma'lumot berib, o'qishga kirish istagida bo'lgan nomzodlar va ularning ota-onalarini chalg'itishmoqda. Qashqadaryo viloyati Ichki ishlar boshqarmasi tezkor qidiruv xizmati kiberxavfsizlik bo'limi tomonidan o'tkazilgan internet monitoringi davomida Telegram messenjerda Ichki ishlar vazirligi Qashqadaryo akademik litsey ma'muriyati tomonidan imtihon kunlari hamda e'lonlar joylanuvchi guruhga o'xshash bo'lgan litsey chat nomli guruh yaratilib, unda imtihon kunlarini o'zlari belgilab olib, fuqarolarni aldab, ularni imtihon bo'lmagan kunda ham litseyga kelishga undaganlik holati aniqlandi. Tezkor qidiruv tadbirlari natijasida ushbu guruhda adminlik huquqiga ega profillar, faol yozishmalar, imtihonlarga oid ko'plab xabarlarni yozib kelayotgan bir nechta profillar o'rganildi. O'rganishlar natijasida ushbu guruh admini G'uzor tumanida yashovchi Ravshanov Nodir va Razzoqov Sarvarlar ekanligi aniqlandi. Surishtiruv jarayonida Telegram guruhga a'zo bo'lgan ota-onalarga qo'ng'iroq qilib, agar farzandi Ichki ishlar vazirligi Qashqadaryo akademik litseyi kirish imtihonlaridan o'ta olmagan taqdirda ularga yordam berishi mumkinligi to'g'risida takliflar berganligi ma'lum bo'ldi. Hozirda holat yuzasidan surishtiruv harakatlari olib borilmoqda. Hurmatli ota-onalar va nomzodlar, ijtimoiy tarmoqlarda tarqatilayotgan turli xildagi yolg'on xabarlarga ishonmang. Har bir ma'lumotni rasmiy manbalar orqali tekshiring. Qasddan yolg'on ma'lumot tarqatganlik uchun qonunda javobgarlik borligini eslatib o'tamiz.